Odatiy holat, bu har safar chiqishimdan keyin telefon bo'ladi yoki ichki ishlar xodimi keladi yoki uchastkuydan telefon bo'ladi. Man aytib qo'yay sizlarga, agar mana shu videodan keyin uchastko'y bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, harbiy prokuraturadan tashqari odam menga telefon qiladigan bo'lsa, telefondan ham ko'tarmayman, keladigan odam bo'lsa gaplashmayman ham kerak bo'lsa. Sababi qonuniy qilamiz bu yog'ini. Shu paytgacha man to'g'ri ichki ishlarga indamadim, mayli formasini hurmat qilib, boshqa qilib kelaversin javobini berdim kelganda, mana noto'g'ri ishlarni qilyapsizlar deb ko'rsatib ham berdim qilgan xatti-harakatlari bo'yicha. Lekin qonunan ishlaymiz bu yog'iga. Ana harbiy prokuratura shug'ullanishi kerakmi harbiylar bilan? Harbiy pensionerlar bilan harbiy prokuratura kelsin. Yo telefon qilsin. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti hammasini aytaman. Ular ham telefon qila olmasligi aniq. Sababi men bularga murojaat qilganda, yo'q, ichki ishlar shug'ullanadi deb turib men qulog'imga tepgan. Lekin aslida harbiylarni pensioner bilan ham, harbiy nimasi bilan ham xodim bilan ham, harbiy xizmatchisi bilan ham harbiy prokuratura shug'ullanishi kerak. Ming afsus, bular o'zini chekka olib qochdi. Sababini ham bilaman. Tepasiga olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi harbiy prokurori Nig'matullo Yo'ldoshevni tavsiyasi bilan lozimga o'tkaziladi. Lozimga o'tiradi. U degani o'sha manfaatlar to'qnashuvi bu yog'i yana. Qanday u o'z tayinlagan odamiga qarshi chiqa oladi? Ya'ni Nig'matullo Yo'ldoshevning bundan 100% xabari bor. Sababi qonunlarda belgilangan bu narsa, xabari borligi. Qonunlarda har bir hududni oxirgi tochkasigacha nazorat qilish kerak harbiy prokuror. Nazorat qilib o'tiribdi, biladi. Uni ustiga men kallada keladigan kamerasiga borib bosh prokuraturaning oldida chiqish qilganman. Video qilganman. Nogironlik koleskasida o'tirib bolalar bilan o'sha yerda gazonda o'tda yotganmiz. Oylab. Biladi, ko'radi, xabari bor. Bir ozgina bir vijdoni qimirlab ketgan vaqtda 1.700.000 pul ham tashattirib berdi boyagi qarzdor tarafdan. O'sha uchun aytaman, bu 109 manga qo'yilishini sababi bitta kommentariyada bitta opa yozgan ekan, o'sha bundan bitta 7-8 oy oldin. Ya'ni boyagi ko'chlarimizni, narsalarimizni tashqariga uloqtirib tashlashganda ichki ishlar xodimi kelib, ularning tarafini olib, ularga yon bosib, ular tarafda turib menga savol bergandi. Sizga xizmat nimasidan cheklash berdi-ku, ya'ni o'zimiz tilda aytganda uy qamog'i berdi-ku, ozodlikdan cheklash berdi-ku degan. Xo'p, u bilan meni endi kamsitmoqchi bo'ldim ijtimoiy tarmoqda. Men bo'lmasa so'ramagandim, shu narsa berildimi yo'qmi? Berilgan bo'lsa nima bo'ldi? Bu berilgani ham arizamni qaytarib olmaganligim uchun berildi. Oxirgacha borganim, sudga chiqarganim uchun berildi. Nonini yartiqib, yorim qilib qo'yapman-da. Jinoyatchilar bilan tili bir deb o'ylayman bularni. Sababi jinoyatchi menga boshida aytganki, boya aytganimdek, hammasini bilaman, qanday yopiladi, qayergacha boradi, hammasini bilaman, nima qilasiz degan. Yopti qilamiz. Qilaversin yopti. Shunchalik puli ko'p bo'lsa. Puli yo'q-ku ularning. Puli bo'lganda meni tan jarohati yetkazib uyimga hujum qilaman ular. O'z zo'rg'a bir nonini yeb o'tirgan bolalar. Ekologiyada ishlasa bir 3,5 million, 3 million oylik oladi. Biz bilamiz deyapti. Demak, u xabari bor. Sud bilan ham, prokuratura bilan, ichki ishlar bilan ham mana shu jinoyatlarni qilib kelib yopib kelgan. Aniq bu narsa. Menda videolar, nimasi, audio zapislari turibdi. Tan jarohati yetkazgan odamlar mendan oldin ham shu ishlarni qilib yurgan ekan. Hammasi yopti bo'lib kelgan. Nechta ma'muriy qilingan, ma'muriylar ham yopilib ketgan. Jinoyatgacha bormagan. Endi savol tug'iladi. Sen nima uchun tog'asi bo'lib turib harakat qilyapsan bularga chora ko'rishga? Chora ko'rilishi kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu jiyanim ekan, bu tog'am, bu o'g'lim, bu ukam desa, nima u? Nariga ham bir bechorani farzandi bo'ladi. Nariga ham bir xudoning bandasi. Boshqa odam ham, boshqa shaxs ham. Musulmonchilikda bir-birini ko'zini o'y degan joyi yo'q-ku. Qo'lingdan kelsa yordam qil. Kelmaydimi? Indama, yomonlik ham qilma. 109 berilyapti. Hammasiga bitta pora pul sababchi bo'lyapti. Pul uchun o'zi uryapti bular kelib meni.
hech qanaqa moddiy ta'minot ham, ma'naviy ham hech qanaqa nima qilib bermayapti, joyiga qo'yib bermayapti. Men ilojsizlikdan kredit ham ololmasdan protsentga pul olganman. Undan ham tashqari pullar qarzga kirib ketganman. Narsalarim sotilgan, moddiy, mulkiy ziyonlar bo'lgan. Majburlikdan sotilgan mol, mulk, mashina narsalar sotilib ketgan. Obdon o'rganib chiqqan bular, sudyalar bilan til biriktirilgan. Sababi sud tergovi bo'layotgan jarayonda men aytdim ularga, nomidan olib tashlayapti fermaxonasini, ko'chmas mulkini. Menga mulkiy ziyonni, ma'naviy ziyonni qoplamaslik maqsadida deb aytdim sudyaga. Taqiq qo'yib bering shu narsalarga dedim. Hech narsa qilib bera olmadi. Qonunda belgilangan. Sud tergovi bo'ladimi, ichki ishlar tergovi, prokuratura tergovi bo'ladimi? Mumkin emas mol mulkini birov nomiga o'tkazish yoki sotish. O'sha operatsiyada qatnashuvchilar. Lekin bemalol o'tkazib tashadi. Molini ham, mashinasini ham. Cobalt mashinasi boradi. Anu fermaxonasi boradi. Hozirga kelib yaqinda mana Qo'qon shahrida, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida hozir ma'naviy va moddiy ziyon o'tkazilyapti. O'sha boya aytgan gapim sizga ham statiya qo'ygan ekan-ku deyapti. Asoslab bera olmasdan qo'ydi. Sababi nima? Sababi menga pul chiqarib bermaslik, meni qoplab bermaslik. Yetkazgan zararini menga. Shunda ham deylik, mayli. Kuch-quvvat bo'lib tursa, yaxshi bo'lib ketsam, oyoqqa turib ketadigan bo'lsam, bu muammo emas, xudo xolasa. Agar mana bu bosimlar bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, tuhmat qilib turib, boshqa qilib turib qamab yubormasalar. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Men harbiyman. Nimaga 17 yil xizmat qilib qo'ydim? Aytishlaring mumkin, xizmat qilgan bo'lsang, oilang uchun, bola chaqang uchun qilgansan, oyligini olgansan deb. Endi chuqurlashtirib nima qila olmayman? Oylikdan tashqari ham ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan. Круглосуточный. Vatan uchun deyilgan so'zlar bor edi harbiy nimada, tashkilotda. Nima uchun men bunaqa bo'lishim kerak? Nima uchun mendan oldin ham tan jarohati yetkazib, bular bosim o'tkazib kelgan doimiy holatda. 7-8 ta bo'lib, bir o'zi bo'lsa ham mayli men tushunardim. Indamay, shu o'zida indamay jo'natib yuborardim. Haqiqatan kuchi zo'r ekan, o'g'il bolachilikda bo'ladi deb jo'natib yuborardim. Pastlik qilgani uchun men chida olmayapman. Endi oxiriga kelib 109 qo'yib turib, hozir sudyaga kelsam, bechora bet sudyasam yaxshi odam ekan. Norov degan sudya o'tkazdi, u Norov. Siz to'g'ri tushuning, uka deyapti. Ahvolingizni ko'rib turibman deyapti. Oilangiz ahvolini ko'rib turibman deyapti. Lekin sizga ham statiya qo'yganda bo'ladi deyapti. Oliy sud raisi jim. Nima uchun statiya qo'ydi degan savolimga javob bera olmayapti. Keyin menda tabiiy holatda boya 3 ta savol tug'ilib keladi. Qancha pora oldilaring? Qancha harom yedilaring? Kim bilan kelishdilaring? Kim bosim qilyapti sizlarga? Nima uchun men protsentga qo'ldan pul olib turib, ustimga minib ketish kerak? Men labs qilganman, berishim kerak u pulni. Yana birovdan pul olganman. Ozgina pulim boradi davolanishga deb turib, uydan urib, ko'rpaga o'rab, sudrab chiqarib tashlaganda u pul ham qolib ketgan. Kim chiqarib beradi menga bu pullarni? Qonuniy ko'rib chiqiladi dedi yana Oliy sud raisiga 2 marta kirdim men mana shu ish bo'yicha. Birinchisida aytdi, "Mana shunday sizlarga ham bosim bo'lmayaptimi? Nima ham bunchalik suskashchilik? Hokimiyat lavozimini suiiste'mol qilyapsizlar, mansab lavozimini" desa, "Bizga hech kim bosim qila olmaydi. Biz ham mustaqilmiz. Ko'rdim mustaqilliklaringni. Oddiy bitta moddani ko'rib chiqa olmayapti sudyalaringiz. O'zingiz ham ko'ra olmadingiz qabulingizda. Kameraga olay desa, qanaqa kamera yo'qot deb asabiylashib qoldi. Birinchisida ham ming rahmat ona bloger, prezident blogerlar deb chiqadigan Olimjon To'xtanazarovmi, To'xtamurodov. O'shani telefonni ko'rib, o'shanda ham protez kiritib bergansiz. U protez ham hammasi pufla bo'lib chiqdi. Bir ishonchli vakil kiriting desam, vakil ham berisha olmadi, nazorat qilgani. Xolmo'minov degan nima? Xolmo'minovmi kim? Oliy sudyalar kengashi. Sudyalar nazorat qiladigan. Mashhurgacha 150 ta modda buzdi bular deb olib kirib ko'rsatyapti. Sudyalar oliy kengashi hech qanaqa chora ko'rgani yo'q.